Muhammad Ali. Kim u? 20-asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman degan. Men eng buyukman dedi. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar, harakatlanish qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularni qaranglar-da, ajoyib bir aql egasi bo'lgan. Islomda qabul qilib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomda qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan ismini. Shu Muhammad Ali aytadi: "Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. Bu chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim. Bu esa shirk edi ekan. Alloh meni o'tkazib qo'ydi. Men buyuk emas ekanman.